Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Soft Vibra gelini qanday to'g'ri ishlatishni tushuntirib, ko'rsatib beraman. Ushbu Soft Vibra geli sezuvchanlikni oshiradi, orgazmga yana ham tezroq yetishishga yordam beradi va hissiyotlarni yana ham yorqin bo'lishiga yordam beradi. Ishlatishdan oldin intim zonalarning toza va quruq ekanligiga ishonch hosil qiling. Qopqog'ini oching. Pompa dozatordan bir necha marta bosing. Shundan so'ng bir necha tomchi gel chiqadi. Intim joylarga surting. Uni klitor atrofida yumshoq massaj harakatlari bilan bosimsiz va ehtiyotkorlik bilan yoyib chiqing. Soft Vibra gelini erkaklar ham qo'llashi mumkin. Agar oz miqdorda jinsiy a'zo boshiga surtilsa, hayajonni yana ham yuqori o'ringa olib chiqadi va hissiyotlarni kuchaytiradi. Bir necha soniyadan so'ng sizda yengil tebranish va yoqimli hissiyotni sezasiz. Bu esa tabiiy reaksiya hisoblanadi. Shu vaqtda organizmda his-hayajon jarayoni boshlanadi. Soft Vibra gelining faol moddalari intim sohalarda qon aylanishini kuchaytiradi. Ayniqsa klitorda 8000 ga yaqin nerv tugunlar joylashganligi sababli hissiyotni, orgazmni yanada kuchaytirib beradi. Qon tomirlar kengayadi, sezuvchanlik ortadi va miya zavq bilan bog'liq bo'lgan signallarni qabul qila boshlaydi. Buning natijasida tabiiy namlik, lubrikatsiya kuchayadi. Bu esa yumshoq, og'riqsiz yaqinlikni ta'minlaydi va mikro shikastlarni oldini olishga yordam beradi. Bularning barchasi tananing hissiyotini ortishiga, hayajonni kuchayishiga va orgazmni yana ham kuchaytirishga yordam beradi. Har bir organizm individual hisoblanadi. Soft Vibra geli miqdorini siz o'zingiz nazorat qilasiz. Agar siz kuchliroq orgazmni istasangiz, geldan biroz ko'proq miqdorda surting. Soft Vibra gelining qarshi ko'rsatmalari yo'q. Jinsiy hayotni yaxshilashni istagan har kim qo'llashi mumkin. Agar sizda Soft Vibra gelini qo'llash jarayonida qandaydir noqulaylik paydo bo'lsa, uni darhol to'xtating va shifokorga murojaat eting. Tarkibidagi biror modda sizda allergik reaksiyalarni keltirib chiqarsa, gelni ishlatmang. Ko'zga tushib qolsa, darhol toza suv bilan yuvib tashlang. Soft Vibra geli kontraseptiv va spermitsid ta'siriga ega emas. Tasodifan yutib yuborilganda ham mutlaqo u zararsizdir. Soft Vibra geli bilan yangi his-tuyg'ularni kashf eting. Eng muhimi, tanangizga ishonch bildiring va har bir lahzadan bahra oling.